Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan 7-dars va bugun bizda sizlar bilan родительный падеж. Biz bugun padejni ko'rib, полностью hamma mavzularini ko'rib chiqamiz. Undan oldin aytmoqchimanki, meni o'zimni onlayn kursim bor. U yerda sizlar rus tilini to'liq, tez va oson usulda o'rganishingiz mumkin. Agar shu kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, men shu videoning tagida sizlarga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib, raqamingizni, ismingizni va familiyangizni qoldirsangiz, sizlar bilan bog'lanishadi va kurs haqida sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Boshladik. Значит, родительный падеж. Qanday qilib biz родительный падежni ishlatamiz? Bizda konkretniy aniq savollar bor. Birinchi savolni ko'ramiz. Это откуда? Откуда? Qayerdan? Bizda qayerdanning ikkita ko'makchisi bor. Is bilan s. Is bu ichiga kira oladigan joylarga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun, maktab ichiga kiramiz, maktabdan deydigan bo'lsak, demak biz is bilan ishlatishimiz kerak. Или работа. Biz ishni ichiga kira olmaymiz. Значит, bizda nima bo'ladi? Ismi yoki s. S nimaga? Chunki biz ichiga kira olmaymiz, ishni ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Shunga biz s-ni ishlatishimiz kerak. Bu birinchi savol. Men birinchi savol bilan srazu окончанияларni tushuntirib ketmoqchiman. Shuni yozib olsanglar yaxshi bo'lardi. Поехали. Значит, женский род. Женский род bizda a-ya bilan tugaydi. Da? Biz ularni u yoki i-ga o'zgartirishimiz kerak. Берем с вами вопрос откуда, да? Qayerdanni oldik. Demak, например, maktabdan deydigan bo'lsak, мы с вами говорим из. Школа a bilan tugadi, поэтому школы. Или с ishdan deydigan bo'lsam, с работы. Bu женский род. Теперь женский родda yana мягкий знак bor, xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Мужской род bizda undosh harf, согласный, yani мягкий знак. Demak, biz a yoki yani qo'shishimiz kerak. Misol uchun, я могу сказать урок. Урок bu bizda получается ichiga kira olmaydigan so'z hisoblanadi. Demak, darsdan deydigan bo'lsam, bizda izmi s-mi? Конечно, с. Demak, darsdan мы говорим с урока. С урока. Или у нас, например, слово с вами будет кабинет. Да? Kabinetni ichiga kira olamiz. Demak, xonadan deydigan bo'lsam, izmi s-mi? Ichiga kira olgani uchun bizda iz ishlatiladi. И будет из кабинета. Средний род. Средний род bu bizda o, ye va biz ularni a yoki ya ga o'zgartiramiz. Например, море bu dengiz. Biz mo'reni eslab qolishimiz kerak. Is bilan ham keladi, s bilan ham keladi. No farqi nima? Agar biz dengizdan to'g'ri ma'noda ichidan chiqib kelayotgan bo'lsak, мы используем из dengizdan, из моря. Agar biz umumiy ma'noda dengizdan kelyapman, ya'ni dam olish ma'nosida keladigan bo'lsa, biz ichiga kirishimiz shart emas. Bizda с моря bo'ladi. Из моря. Yozib olinglar. Endi kelinglar, keyingi savollarni ham ko'rib chiqamiz. Kimda? Rus tilida. Kimda? У кого? Kimda? Esingizda bo'lsa, men sizlarga birinchi yoki ikkinchi darsni o'tganman. Manda, у меня, sanda, у тебя, o'g'il bolaga nisbatan unda, у него, qiz bolaga, у нее, bizda, у нас, sizda, у вас, ularda, у них. Endi, например, men aytmoqchiman, oyimda, да? Oyimda bor. Если у меня будет мама, мама у нас женский род, a yani biz nimaga o'zgartiramiz? Uy yoki i'ga. To'g'rimi? Chunki yozib oldik. И у нас будет oyimda, у мамы. Tushunarli. Например, у мамы есть дом. Oyimda uy bor. Endi bu у нас будет с вами слово брат, aka. Akamda demoqchi bo'lsam, bizda u qo'yilyapti. Brat мужской род. Biz sizlar bilan a qo'shishimiz kerak. Akamda у нас будет у брата. Tushunarli? Keyingi savol. Пусть у нас будет с вами, например,
чей. Kimniki yoki чья тоже kimniki. Чье тоже kimniki. Чьи тоже kimniki. Но farqi nimada? Чей bu bizada мужской род, чья bu женский род, чье bu средний род va чьи bu ko'plik. Endi ishlatayotganimizda, например, men savol berdim. Kimniki? Uy kimniki? Men javob berishim kerak. Uy oyimniki. Uy, да, например. Dom oyimniki. Mana bizada a bilan tugadi. Demak, uyga o'zgarish kerak. Dom ma мы. Ko'rasizlarmi? Mana oyimda uy bor. U mama есть dom. Uy oyimniki. Farqini ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkalasi bitta ma'noda. No, уже ikki xil aytilyapti. Чья машина? Kimning mashinasi? Если я скажу, например, akamning mashinasi, я говорю машина. Akamniki desam, brat bu bizada мужской род, biz ani qo'shyapmiz. Машина брата. Или чье, например, зеркало. Зеркало bu bizada ko'zgu. Demak, ko'zgu kimniki? Ko'zgu zerkalo. Sinimniki desam, sestra. Sestra bizada a harfi bilan tugayapti. Demak, a bilan kelgandan keyin bizada uyga o'zgarishi kerak. Demak, sestri. Kerakli masalaga, demak, уже a yani u i'ga o'zgartirgandan keyin i formasida ham aytib ketaman. Например, xolamniki desam, я скажу тёти. Nimaga? Chunki tёtя ya harf bilan tugagani uchun biz i'ga o'zgartirishimiz kerak. Чьи, например, чьи книги, kitoblar kimniki. Teперь, agar bizada savol kimniki bo'lib, ko'plikda kelayotgan bo'lsa, я говорю книги. Kimning kitobi bo'lishi mumkin? O'qituvchiniki, да? Книги. Учитель bizada мужской род. Yaxki znak bilan tugadi. Shunga bizada yaga o'zgaradi. Книги учителя. Bizada sizlar bilan ya tushib qoladi. Oy, yaxki znak tushib qoladi. O'rniga ya qo'yiladi. Yozib olinglar. Поехали. Следующее. Смотрите, следующий вопрос это у нас с вами. Пусть будет нет. Кого? Кем yo'q? Нет чего? Nima yo'q? Или bo'lmagan deyman-ku, не было. Bo'lmagan, не было. Кого? Чего? Kim bo'lmagan? Nima bo'lmagan? И bo'lmaydi. Не будет. Не будет кого? Не будет чего? Значит, aytib o'tmoqchimanki, mani o'zimni onlayn rus tili kursim bor. U kursda sizlar rus tilini tez, oson va mukammal tarzda o'rganishingiz mumkin. Buning uchun sizlar shu videoning tagida men sizlarga ilova qoldiraman. O'tga ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlar bilan bog'lanishadi va kurs haqida to'liq ma'lumotni berishadi. Demak, bizada нет кого, нет чего, не было кого и не будет кого kelgandan keyin sizlar родительные падежи ishlatib ko'rsataman. Так, значит, kerakli bittalab ko'rib chiqamiz. Нет кого. Kim yo'q. Я могу сказать, manda yo'q. Manda yo'q nima edi? У меня нет. Например, akam yo'q desam, брат bu bizada мужской род. Брата. А давайте возьмем другое слово. Пусть будет ноутбук. Ноутбуком yo'q. Bizada nima bo'ladi? У меня нет ноутбука. Или компьютера. Да? Следующее, мягкий знак этикеты. Пусть будет парня. Это нет кого. Да? Или нет чего. Bu hozirda, то есть hozirgi zamonda yo'qligi haqida men sizlarga ma'lumot beraman. Bu bizada мужской родda. Теперь давайте женский род. Пусть у нас будет комната. Значит, у меня нет. Комната a bilan tugadi. Uyga o'zgarish kerak.
И у нас будет комнаты. Или xolam yo'q. У меня нет тети. Buvim yo'q. У меня нет бабушки. Umid qilamanki, sizlarga tushunarli bo'lyapti. Bu bizada нет кого, нет чего. Buni yozib olib, полностью анализ qilishinglar kerak. Следующий вопрос. Это у нас не было bo'lmagan. Кого? Чего? Nima bo'lmagan? Да? Например, не было mani mashinam bo'lmagan. Я как скажу? У меня. Или даже давайте не у меня. Пусть будет qo'shnimda. У сосед bizada мужской. Ko'rasizlar, biz bu yerda ham родительный падеж ishlatyapmiz. У соседа. Вот sizlar ham shunaqa praktika qilishinglar kerak. Shunda sizlar mavzuni полностью eslab qolasizlar. У соседа, например, bo'lmagan, не было, да, bo'lmagan, bo'tgan zamonda mashina bo'lmagan desam, mashina a bilan tugayapti. Biz a ni sizlar bilan i'ga o'zgartirishimiz kerak. И у нас будет у соседа не было машины. А-ni i'ga o'zgartirdik. Или пусть у нас будет еще другое слово с вами. У соседа не было. Пусть будет комнаты. Комнаты. Bo'lmagan. Misol uchun. Buni ham yozib olishinglar kerak deb o'taman. Поехали. И не будет. Не будет degani bo'lmaydi. Bu уже kelasi zamon. Не будет. Кого? Или чего? Значит, у меня не будет bo'lmaydi. Например, рюкзак bizada мужской род. И у нас будет, у меня не будет рюкзака. Nimaga? Ryukzak bizada мужской род. Мужской rodda har doim bizada a yoki ya qo'shiladi. Или bizada, например, deraza. Deraza rus tilida bu окно. Окно bizada o harf bilan tugayapti. И у нас будет, у меня не будет, например, xonada, в кабинете окна. Nimaga a? Chunki biz o'ni a ga o'zgartirishimiz kerak. Sredniy rodda bizada o yoki ye bilan tugaydigan so'zlar har doim a yoki ya ga o'zgaradi. Смотрите, men sizlarga bugun bitta zo'r narsani o'rgataman. Bu sonlarni to'g'ri ishlatishni, ulardan keyingi so'z qanaqa qilib o'zgarishini. Вот смотрите. Son, например, 2 bo'lsin. 2 rus tilida bu bizada 2. Lekin bizada yana bittasi bor, bu 2. Ikkalasi ham 2 degani. No farqi nimada? 2 bu bizada мужской род и средний rodga nisbatan ishlatiladigan son hisoblanadi. Женский rodda bu bizada 2. И у нас, смотрите, ikkalasini ham biza родительный падежda ishlatyapmiz. Мужской bilan средний rodda biz sizlar bilan a yoki ya ni qo'shyapmiz. Ikkita o'g'il bola desam, и у нас будет 2 мальчика. Nimaga a qo'shildi? Chunki мальчик bu bizada мужской род, родительный падежda biz sizlar bilan a yoki ya ni qo'shyapmiz. И у нас будет 2 мальчика. Женский rodda bu bizada 2 kelyapti. Например, ikkita qiz desam, 2 девушки. Ko'rdinglar? 2 девушка deyish mumkin emas ko'chaga chiqib. Это неправильно, bu noto'g'ri. Shuning uchun sizlar sonlarni ham to'g'ri ishlatishni, ulardan keyingi keladigan so'z qaysi formada kelishini ham bilishingiz kerak. Bu bizada 2 bilan 2. Buni yozib olishinglar kerak. Bizada 3-4. Bular bilan ham biz родительный падеж ishlatamiz. То есть, faqat 2-3 to'g'ri o'rgatyapman sizlarga. Qolganini o'rgatmayapman. Baytam ahamiyat beringlar. Ko'chaga chiqib, boshqa sonlar bilan agar so'zlar keladigan bo'lsa, shuni ishlatmanglar, хорошо? То есть, o'zini har bittasini qoidasi bor. 3-4 kelgandan keyin полностью родительный падежga o'xshatib ishlatishimiz kerak. Мужской род bilan средний rodda a-ya, средний rodda a-ya bo'ladigan bo'lsa, женский rodda bizada u-i qo'shiladi.
Теперь смотрите. Uchta пусть будет комната, да? 3 комнаты. Комната bizada женский род, yani o'rniga i ishlatdik. 4. Пусть у нас будет ручка, да? 4 ручки. Bu женский род. Теперь у нас будет мужской род. Пусть будет мальчик, 3 мальчика. И 4 қалам, по-русски карандаш. 4 карандаша. Nimaga a qo'shildi? Chunki biz mужской rodda sizlar bilan a ya qo'shishimiz kerak. Buni ham yozib olishinglar kerak. Вот. Следующее bu bizada как будет по-русски siz inkor formada. Без кого? Kimsiz? Nimasiz? Без чего? Я могу сказать, сумкasiz keldim. Man keldim. Я пришла. Sumkasiz. Sumka bizada a bilan tugayapti. Ani biz i'ga o'zgartirishimiz kerak. У нас будет я пришла без sumki. Nimaga i? Chunki женский род. Или пусть будет, например, компьютерsiz без kompyutera. Nimaga a qo'shildi? Chunki biz мужской rodda sizlar bilan a yoki yani qo'shishimiz kerak. Это, например, без чего bo'ldi. Без кого bo'lsin? Oyimsiz. Без мамы. Или akamsiz. Без brata. Umid qilamanki, sizlarga tushunarli bo'lyapti va yozib olishinglar kerak. Дальше, следующее, это учун. Rus tilida uchun это для. Для кого? Kim uchun? Для чего? Nima uchun? Например, я могу сказать, пусть будет xona uchun, кабинет, да? Кабинет bizada мужской род. Для кабинета. A qo'shildi, chunki biz мужской rodda ishlatyapmiz. Женский rodda, например, пусть будет для комнаты. Men sizlarga oson so'zlar bilan tushuntiryapman, чтобы qolganini sizlar o'zingizlar qilib praktika qilishingiz uchun. Oson so'z bilan tushuntirsam, shunda osonroq bo'ladi. Sizlar ham tushuna olasizlar va ishlata olasizlar praktikada. Или для кого? Kim uchun? Пусть у нас будет ученик учун, да? Для ученика. Bu bizada мужской род, biz ani qo'shdik. Женский rodda для ученицы. То есть женский rodda a yani biz i'ga o'zgartiramiz. Yozib olishinglar kerak. Следующее у нас около. Чего? Nimani oldida. Например, если я вам скажу uyning oldida, то будет около дома. Nimaga? Dom bizada мужской род, мужской rodda biz sizlar bilan a yani qo'yishimiz kerak. Или если у нас будет, например, следующий вопрос после чего? Nimadan keyin? Я скажу, например, dastan keyin. После мужской род, урок bo'lgani uchun урока. Или съемка после съемки. Nimaga i bo'ldi? Chunki syomka bizada a bilan tugadi va biz i'ga o'zgartirishimiz kerak. Yozib olishinglar ham kerak. Следующее. Смотрите, когда вы используете родительный падеж, sizlarga задание. Uyda полностью videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin gap tuzishinglar kerak. Har bitta ko'makchiga nisbatan 3 tadan gap tuzinglar. Bitta 3 ta, 2 ta, 3 ta, 2 ta. Chista o'zinglar uchun, men uchun emas, o'zinglarni proverka qilishinglar uchun. Keyin mana birinchi o'zinglar tuzib olasizlar. Keyin yana boshdan tekshirib chiqasizlar. Понятно, да? Chunki shu orqali sizlar qoidani to'g'ri ishlatishinglar mumkin. Например, uyda o'tiribsizlar, aytasizlar. Voy, o'rtog'imda bor edi, da? Do'st, друг, да? У друга. Например, у друга. И что-то. Или вы можете сказать kimdadir, да, у кого-то, например, директорda, у директора, yoki-da sumkam yo'q edi desanglar, у меня нет
sumki. То есть sizlar har bittasini qoidaga qarab ishlatishni o'rganishinglar ham kerak. Теперь, например, у нас с вами следующее. Bu bizada домашнее задание. Har bittasiga полностью на все предлоги составить предложение. Gap tuzinglar. Po 3. 3 tadan gap tuzasizlar. Nimaga? Chunki sizlarga yordam beradi. Va men o'zimni kursim, onlayn kursim haqida sizlarga aytib ketmoqchiman. Agar siz rus tilini tez va oson, qisqa vaqt ichida o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni o'zimni rus tili onlayn kursim bor. Bu yerga yozilish uchun ilova qoldiraman videoning tagida. Shu ilova orqali o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlarga to'liq ma'lumot berishadi shu kurs haqida. Va keyingi urokda men sizlardan juda ham yana bir qiziqarli mavzularni ko'rib chiqaman. Agar sizlarga videolar yoqayotgan bo'lsa, обязательно like va kommentariy qoldirishni unutmang. Keyingi urokda ko'rishguncha.